Bugun juda og'riqli savolni ochiq gaplashamiz. 6 yoshdan keyin odamni davolashmaydimi? Shifoxonada yoshingiz o'tgan deb qaytarish qonuniymi? Yoki haqiqatan ham ichkarida hammadan yashirilgan qandaydir maxfiy buyruq bormi? Men bu mavzuni shunchaki vahima uchun emas, amaliy foydasi bo'lgani uchun ko'taryapman. Chunki bu masala faqat pensionerlarga emas, har bir oilaga tegishli. Bugun ota-onamiz, ertaga o'zimiz shu vaziyatga tushishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi holatda rad javobi noqonuniy bo'lishi mumkinligini, qayerga murojaat qilishni, qanday hujjatlarni yig'ishni va shikoyatni qanday yozishni aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumot odamning sog'lig'i va huquqini himoya qilishda hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Avvalo eng muhim gapni aytaman. 6000 yoshdan keyin davolamaydi degan umumiy qoida bo'lishi mumkin emas. Tibbiyotda bemorga yordam berish yoshi bilan emas, tibbiy ko'rsatma, ahvoli, tashxis, xavf darajasi va mavjud protokollar bilan belgilanadi. Lekin odamlar nega bunday gaplarni ko'p eshityapti? Chunki amaliyotda ba'zi joylarda keksa bemorlarga nisbatan sovuq munosabat, navbatga qo'yib yuborish bu yoshda operatsiya ko'tarmaydi. Baribir foydasi yo'q. Uyda qaranglar degan gaplar uchraydi. Mana shu holatlar odamlar orasida maxfiy buyruq bor ekan degan shubhani kuchaytiradi. Ilgari ko'p oylar shifokor nima desa, shuni yakuniy hukm deb qabul qilardi. Ayniqsa keksa odam kasal bo'lsa, yoshi katta, endi nima qilamiz deb taslim bo'lishardi. Hozir esa vaziyat boshqacha, odamlar huquqini ko'proq biladi. Telefon bor, yozma murojaat qilish osonlashgan. Sog'liqni saqlash tizimida murojaatlar ro'yxatga olinadi, tibbiy hujjatlar talab qilinadi. Shuning uchun hozir har bir og'zaki rad javobi har bir joy yo'q. Har bir bu yoshda davolamaymiz degan gap tekshirilishi mumkin bo'lgan masalaga aylangan. Men bu yerda hamma shifokorlarni ayblamayman. Aksincha ko'p shifokorlar og'ir sharoitda katta yuklama bilan ishlaydi. Muammo tizimli bo'lishi mumkin. Joy yetishmasligi, kvota kamligi, mutaxassis yo'qligi, dorilar ta'minotidagi uzilish, yo'llanma tartibining chalkashligi, qarindoshlarning hujjatni to'g'ri yig'masligi. Lekin bularning hech biri bemorning yoshiga qarab mensimaslikka bahona bo'la olmaydi. Asosiy qismgich nimani bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim vahima qilmasligi kerak. Men ko'p uchraydigan vaziyatni tasvirlayman. Masalan, 6-7 yoshli erkakning ko'kragida og'riq boshlandi. Nafas qisildi, bosim bitta ko'chaga chiqdi. Tez yordam keldi, kasalxonaga olib bordi. Qabul bo'limida EKG qilindi, tahlil olindi. Keyin yoshi katta, yuragi charchagan, uyga olib boringlar. Poliklinikada ko'rininglar deyildi. Agar bemorda infarkt gumoni bo'lsa, kuchli og'riq bo'lsa, bosim tushmayotgan bo'lsa, nafas yetishmasa, bu oddiy maslahat bilan yopiladigan holat emas. Bunday paytda bemor yoshidan qat'iy nazar shoshilinch yordamga haqli. Eng to'g'ri savol: rad etish sababi tibbiy hujjatda yozildimi? Tashxis nima? Qaysi tekshiruv natijasiga asoslanib uyga javob berilyapti? Og'zaki gap bilan cheklanmaslik kerak. Ikkinchi misol: 72 yoshli ayolda tizza bo'g'imi yemirilgan. Yurishi qiyin doimiy og'riq bor. U operatsiya, masalan, endoprotez masalasida maslahat olmoqchi. Shifokor yetimdan oshganlarga qilinmaydi deb yuborsa, bu juda shubhali. Chunki operatsiya masalasida yosh bitta omil. Lekin yagona mezon emas. Asosiy savollar: yurak ko'taradimi? O'pka holati qanday? Qandli diabet nazoratdami? Qon ivish qanday? Anesteziya xavfi qanchalik? Bemor operatsiyadan keyin tiklanish mashqlarini bajara oladimi? 72 yoshli odamning holati yaxshi bo'lsa, operatsiya mumkin bo'lishi ehtimoli bor. 5 yoshli odamda esa og'ir yurak yetishmovchiligi bo'lsa, operatsiya xavfli bo'lishi mumkin. Demak, qaror pasportdagi yoshga qarab emas, umumiy tibbiy xavfga qarab chiqariladi. 3-misol: 64 yoshli ayol onkologik tashxis bilan keladi. Qarindoshlari 6 oydan keyin kimyoterapiya qilmas ekan deb eshitgan. Bu ham noto'g'ri umumlashtirish. Onkologiyada qaror o'smaning turi, bosqichi, tarqalishi, bemorning umumiy ahvoli, jigar, buyrak, qon ko'rsatkichlari, yurak holati, oldingi kasalliklar va davolashdan kutiladigan foyda asosida qabul qilinadi. Ba'zi 75 yoshli bemor davolanishni yaxshi ko'taradi. Ba'zi egin yoshli bemor esa og'ir hamroh kasalliklar sabab kuchli davoni ko'tara olmaydi. Shuning uchun yosh sabab davolamaymiz degan gap eshitilsa, albatta yozma xulosa so'rash kerak. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, shoshilinch belgilar bor odamlar, ko'krak og'rig'i, insult belgisi, nutq buzilishi,
qo'l oyoq uvishi yoki falajlanishi, hushdan ketish, kuchli qon ketishi, nafas yetishmasligi, juda yuqori yoki juda past bosim, qonning xavfli ko'tarilishi, kuchli qorin og'rig'i. Bunday holatlarda yoshi katta degan bahona bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, surunkali kasalligi bor pensionerlar, diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, o'pka kasalligi, onkologiya, qon bosimi, insultdan keyingi holat. Ular muntazam kuzatuv, dori tekshiruv va kerak bo'lsa shifoxonaga yotishga muhtoj bo'lishi mumkin. Uchinchidan, yolg'iz yashaydigan keksalar. Chunki ular ko'pincha hujjat yig'olmaydi, navbatni kuzata olmaydi, shifokor bilan bahslasha olmaydi. Natijada eng ko'p zarar ko'radi. Kim vahma qilmasligi kerak? Agar shifokor hozir operatsiya qilmaymiz, avval bosimingizni tushiramiz, qandingizni nazoratga olamiz. Yurak tekshiruvi kerak. Anesteziolog ruxsati bo'lmasa, xavf yuqori desa, bu rad etish emas, ehtiyotkorlik bo'lishi mumkin. Masalan, 69 yoshli bemorda titsa operatsiyasi rejalashtirilgan, lekin qand 10 bekish, bosimlik 90, hemoglobin past. Shifokor operatsiyani kechiktirsa, bu bemorni kamsitish emas, aksincha o'lim xavfini kamaytirish. Farqni tushunish kerak. Sizni umuman davolamaymiz boshqa. Avval xavfni kamaytirib, keyin davolaymiz boshqa. Yana bir real vaziyat, kasalxonada joy yo'q deyishadi. Haqiqatan ham ayrim paytda joy bo'lmasligi mumkin. Lekin shoshilinch holatda muassasa bemorni ko'rib, dastlabki yordam ko'rsatishi, zarur bo'lsa boshqa joyga yo'naltirishga yordam berish kerak. Oddiy qilib aytganda, joy yo'q, ketavering degan javob bilan masala tugamasligi kerak. Siz qaysi shifoxonada joy bor, yo'llanma berasizmi? Rad javobini yozma bering deb so'rashingiz mumkin. Men ko'p odamlarga bitta narsani tushuntiraman. Tibbiyotda davolash faqat operatsiya yoki qimmat dori emas. Ba'zan davolash degani og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, bosimni nazorat qilish, uy sharoitida parvarish rejasini tuzish, palliativ yordam, reabilitatsiya, fizioterapiya, to'g'ri ovqatlanish, dori dozasini moslash hamdir. Keksa bemorni davolashning foydasi yo'q deb tashlab qo'yish insoniy ham, tibbiy ham to'g'ri emas. Agar kasallik to'liq tuzalmasa ham, bemorning azobini kamaytirish mumkin va kerak. Endi eng nozik joyga kelamiz. Maxfiy buyruq degan gaplar qayerdan chiqadi? Men buni odatda 3 ta sabab bilan tushuntiraman. Birinchi sabab, bemorga to'liq tushuntirilmagan tibbiy qaror. Shifokor aslida operatsiya xavfi juda yuqori demoqchi bo'ladi. Lekin oddiy tilda yoshingiz katta deb qo'ya qoladi. Bemor esa buni mening yoshim sabab meni rad qilishdi deb tushunadi. Ikkinchi sabab, resurs yetishmasligi. Qimmat operatsiya, kvota, navbat, dori ta'minoti cheklangan bo'lsa, ayrim joylarda odam omga ochiq aytish o'rniga umumiy bahona aytiladi. Uchinchi sabab, ayrim xodimlarning beparvoligi yoki yoshga nisbatan noto'g'ri stereotipi. Keksa odam baribir tuzalmaydi degan qarash professional yondashuv emas. Istisnolar ham bor. Masalan, ayrim dori yoki muolajalar keksa bemorda ehtiyotkorlik bilan qo'llandi. Buyrak faoliyati pasaygan bo'lsa, dori organizmdan sekin chiqadi va zaharlanish xavfi oshadi. Yurak ritmi buzilgan bo'lsa, narkoz xavfliroq bo'ladi. Suyak mo'rt bo'lsa, yiqilishdan keyingi tiklanish qiyinlashadi. Demak, shifokor ba'zi muolajani bermasligi mumkin, lekin u buning sababini aniq tibbiy asos bilan tushuntirishi kerak. Yosh deb yopish yetarli emas. Yana bir tuzoq. Qarindoshlar ko'pincha faqat og'zaki gapga ishonib uyga qaytadi. Keyin shikoyat qilmoqchi bo'lsa, qo'lida hech narsa yo'q. Qaysi shifokor ko'rdi, qaysi vaqtda qanday tashxis qo'ydi, qanday tahlil qilindi, nima sabab yotqizilmadi, bular yozilmagan bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, tibbiy masalada hujjat tilga kiradi. Og'zaki gap uchib ketadi, yozma xulosa qoladi. Boshqa nozik masala. Bemorning o'zi davolanishdan bosh tortishi mumkin. 75 yoshli odam meni operatsiya qildirmayman desa, uni majburlash mumkin emas, agar u xushyor, aqli joyida va qarorni tushunib qabul qilayotgan bo'lsa. Lekin bu holat ham hujjatlashtirilishi kerak. Ba'zan qarindoshlar bizga davolashmadi deydi. Aslida bemor o'zi rozi bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun bemorning roziligi rad etishi, tushuntirish berilgani hammasi yozma bo'lishi muhim. Yana bir masala, pullik va bepul xizmatlar chegarasi. Ayrim oilalar davlat shifoxonasiga bordik, lekin bizga pullik joyga boring dedi deb shikoyat qiladi. Bu yerda ham tafsilot muhim. Qaysi xizmat davlat kafolatiga kiradi? Qaysi biri navbat bilan, qaysi biri kvota orqali, qaysi biri pullik asosida qilinadi? Buni aniqlash kerak. Lekin shoshilinch yordam masalasida odam avval yordam olishi kerak. Pul, kvota
yo'llanma masalalari bemorning hayoti xavf ostida turganda birinchi o'ringa chiqmasligi kerak. Endi eng amaliy qismiga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringizga ottamdan keyin davolamaymiz. Yosh katta, foydasi yo'q, joy yo'q, uyga olib ketinglar deyishsa, birinchi qiladigan ish hissiyotga berilmang, janjal qilmang, lekin qat'iy bo'ling. Tinch ovozda shunday deng: iltimos, bemorning tashxisi rad etish sababa keyingi tavsiyalarni yozma ravishda bering. Mana shu gap vaziyatni o'zgartiradi. Chunki yozma javob berish kerak bo'lganda mas'uliyat oshadi. Ikkinchi qadam tibbiy hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi bo'lsa, ambulator karta, oldingi tahlillar, UZI, MRT, KT, rentgen, EKG, shifoxona epikrizlari, qabul bo'limi varaqasi, tez yordam chaqiruv varaqasi, dori ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, surunkali kasalliklar ro'yxati, agar diabet bo'lsa, oxirgi qand ko'rsatkichlari, yurak kasalligi bo'lsa, EKG va kardiolog xulosasi. Buyrak muammosi bo'lsa, kreatinin va siydik tahlillari kerak bo'ladi. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, shifokor ham tezroq va aniqroq qaror qiladi. Uchinchi qadam, har bir murojaatni sanasi bilan yozib boring. Masalan, 12 mart kuni soat 13:da falon poliklinikaga bordik, falon shifokor ko'rdi, shunday dedi. Yozma xulosa bermadi. 12 mart kuni tez yordam chaqirdik, brigada keldi. Bosim 200 edi, shifoxonaga olib bordi yoki olib bormadi. Bu yozuvlar keyin shikoyat yozishda juda kerak bo'ladi. Oddiy daftar ham bo'ladi. Telefonda eslatma ham bo'ladi. Muhimi aniq bo'lsin. 4-qadam, muassasa ichida rahbariyatga murojaat qiling. Avval bo'lim mudiri, keyin bosh shifokor yoki mas'ul navbatchi. Ko'p masalalar shu bosqichda hal bo'ladi. Biz janjal qilmoqchi emasmiz, bemorga qonuniy va tibbiy asoslangan yordam kerak. Agar yotqizish mumkin bo'lmasa, sababini yozma bering va qayerga murojaat qilishimizni ko'rsating deb ayting. Bu gap huquqiy jihatdan ham, insoniy jihatdan ham to'g'ri. 5-qadam, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Hududingizdagi sog'liqni saqlash boshqarmasi, vazirlikning ishonch telefoni yoki rasmiy murojaat kanallari, bemor huquqlarini ko'rib chiqadigan idoralar, zarur bo'lsa prokuratura yoki sud tartibi. Men odamlarga shikoyatda hissiy iboralarni kamaytirishni maslahat beraman. Bizni mensimadi, hammasi yomon deyishdan ko'ra aniq fakt yozing. Bemorning yoshi, tashxisi, belgilar, qayerga borganingiz, kim qabul qilgani, nima sabab yordam berilmagani, qanday hujjat berilmagani, natijada bemorning ahvoli qanday o'zgargani. Fakt kuchli bo'lsa, murojaat ham kuchli bo'ladi. Shikoyat matni taxminan shunday mazmunda bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon sanada falon tibbiyot muassasasiga 68 yoshli onamni olib bordim. Unda nafas qisishi, ko'krak og'rig'i va yuqori qon bosimi bor edi. Qabul bo'limida ko'rik o'tkazildi, lekin yotqizish rad etildi. Rad etish sababi yozma berilmadi. Bemorga yoshini sabab qilib uyga olib ketish aytildi. Mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazishingizni, tibbiy hujjatlar nusxasini berishingizni va bemorga zarur tibbiy yordam ko'rsatilishini ta'minlashingizni so'rayman. Mana shunday aniq, xotirjam va hujjatga asoslangan murojaat samara beradi. 6-qadam, ikkinchi fikr oling. Agar sizga operatsiya mumkin emas deyishsa, boshqa mutaxassisga ko'rining. Lekin ikkinchi fikr olishda ham tahlillarni olib boring. Shifokorga bizga yosh sabab rad qilishdi, siz baholang deb ochiq ayting. Ba'zan birinchi shifokor haq bo'lishi mumkin. Ba'zan esa boshqa muassasada zamonaviyroq yondashuv, boshqa usul, kamroq xavfli muolaja taklif qilinadi. 7-qadam, shoshilinch belgilarini kutib o'tirmang. Keksa odam o'tib ketadi deb og'riqqa chidaydi. Qarindoshlar ham ba'zan yana tez yordam chaqirsak uyat bo'ladi deydi. Men buni noto'g'ri deb bilaman. Insultda birinchi soatlar juda muhim. Infarktda vaqt o'rak mushagini saqlab qoladi. Sepsisda, og'ir infeksiyada, ichki qon ketishda har bir soat ahamiyatli. Agar bemorda nutq buzilsa, yuz qiyshayib qolsa, bir qo'li kuchsizlansa, ko'krak og'risa, nafas yetishmasa, hush buzilsa, darhol tez yordam chaqiring. 8-qadam, parvarish rejasini talab qiling. Agar bemorni shifoxonaga yotqizish shart emas deyilsa, unda uyda nima qilish kerakligi aniq yozilsin. Qaysi dorini qachon ichadi? Qaysi dozada qachon qayta ko'rik? Qaysi belgida tez yordam chaqirish kerak? Ovqatlanish qanday? Bosim yoki qonni necha marta o'lchash kerak? Uyga olib boringlar degan gap parvarish rejasisiz juda xavfli. Ayniqsa 70 yoshdan oshgan bir nechta dori ichadigan bemorlarda dori chalkashib ketishi, bosim tushib ketishi, qand pasayishi, yiqilish xavfi bo'lishi mumkin.
Men yana bitta narsani alohida aytaman. Qarindoshlar ham mas'ul. Ba'zan shifokorga hamma aybni yuklaymiz, lekin bemor yillar davomida doğrusini ichmagan, bosimini nazorat qilmagan, diabetini tekshirtirmagan, shifokorga juda kech kelgan bo'ladi. Keksa odamni himoya qilish faqat shikoyat yozish emas. Uni vaqtida ko'rikka olib borish, dorilarni tartiblash, tahlillarni saqlash, yiqilishdan himoya qilish, ovqatlanishini nazorat qilish ham muhim. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, 6 yoshdan keyin odamni davolamaslik degan umumiy va adolatli qoida yo'q. Bemorning yoshi muhim omil bo'lishi mumkin, lekin u yagona sabab bo'la olmaydi. Har qanday rad javobi tibbiy asosga, tekshiruv natijalariga va yozma xulosaga tayanish kerak. Agar sizga yoshi katta deb yordam berishmasa, jim ketmang, lekin janjal ham qilmang. Yozma xulosa so'rang, hujjatlarni yig'ing. Bo'lim mudiri va bosh shifokorga murojaat qiling. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilotlarga aniq faktlar bilan shikoyat yozing. Eng muhimi, keksalarimizni baribir yoshi o'tgan deb tashlab qo'ymasligimiz kerak. Har bir inson og'riqsiz, hurmat bilan tibbiy asoslangan yordam olishga haqli. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Yosh sabab davolashni cho'zishganmi? Shifoxonaga yotqizishmaganmi yoki aksincha yaxshi yordam ko'rsatishganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Bu mavzuni ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring.